Ilar nima gap? O'sha haligi ikkomiz biladigan gap aka. Kechalar men 17 ga chiqdim, 97 ga bilanman, 17 daman. Ya bilat, ana dushmanlar. Dushmanlar abiga muzdek suvni quyib olib, vitlarda qo'yib o'tirganlar undan qilib, voy! Voy! deb. Muzdek suvni quyib, ventilatorda qo'yib olib, to'xta. Konditsionerni boriga sovuqga qo'yib, mayli turgan muzdekni abiga eshashsin. Shaqi! Puldak. Ey! Gap eshitlaring. Hurmatli, men bilan pul uchun atnashina qiladigan to'taqlar. Davring keldi sizlarni to'taqlar. Bemalol telefon qilib berar ekan. Laqatsang. Men eriman dusha. O jonim. Ketdik jonim. Lichingizga ichib qo'ydingizmi jannatim? Ha, bo'ldi, ichibsiz. Ha, bo'ldi. Bak. Yok, lichi yok. Üçünü gördün değil mi? Üçünü gördüm, tamam. Üçünü gördüm. Ziyada gel. Hani üçünü bitta ko'rsatib var bizga. Ha, bo'ldi zakonni. Bo'ldi, cho'tki. Zino-ku, yo zino emas bu. Bu xalq talabi. Tushunasizmi? His değil. Qo'ling bilan to'smaga. Ha, oldin quysinchi, Dostonbek, quysinchi. Qo'ysin, shunchadan bir bilinib kelgan, bu ham bilinib qolar. Lifchiging bo'lsa, nimasan? Lift bormi yo'qmi? Lifchig. Lifchig yo'qmi? Ko'rinmayaptimi? Bo'ldi, ko'rindi. Qo'y. Qo'ling bilan to'sma. Zaten. Yana ertalab meni Melisaga chaqiradi endi. Mana. Yana ertalab vaqt yana meni Melisaga chaqiradi. Nima qilding? Nimaga ona qizni mamasini xalqqa ko'rsatding deydi. Mana. Yaqinroq kelsa blog bo'lib qoladi aka. Ha. Ya yo'q, 3 o nima bor? 3 ko'rinib turibdi, 3 qizarib turibdi-yu. Qalbga ko'zim ko'rmayapsizlarmi? Yaqinroq kelsa blog bo'lib qoladi. Xuyut qilmanglar. Shahi. Jonim. Mahallaga qayerga qarayapti? Ular ota qizlar qo'mitasi. Qayerga qarayapti bular? Ertalab lekin uncha qo'ymanga qaraydi, bu aniq. Bo'ldi endi unaqa qilib qo'ymayin desam menga. Voy bila, ana qaranglar. Boshim og'riyapti-da men. Voy bila. Jalabdi bolalar paydo bo'lib qoldi, Mahmudjon yo'qmi deyman. Ha? Jalabdi 14 ta gol. 14 ta gol iltimos. 14 ta gol. Sekin undan keyin endi sen sigarni, og'iz sigarni, endi yutib olsa sigarni lekin. Hamma
Bilmagasizki, uning qo'lidan sochig'i ham tushib ham ketmaydi biladi. Narigi taraf chista azartda. 2 marta